O'tgan paytda sezdiki, Yuji'da anchagina o'zgarishlar bo'lyapti. Uni urishishini tezlashishi va atrof muhitdan yaxshi foydalanishi ancha zo'rlashgan. Buni Todoni burishgan basharasidan ham bilsak bo'ladi. To'g'ri, Yuji'ning kuchi yaxshi, lekin maxsus daraja uchun yetarli darajada emas. Todon ustozligi sababli Yuji ancha muncha narsani tushunib ola qoldi va endi buni asosda qo'llash kerak. Hammasi Todoni bir xil tipda fikrlaydigan do'sti uchun. Urush faqat bu yerda davom etmayapti. Qolgan jamoa a'zolari ham jangga boshlab olishdi. Menimcha bu janglarni o'zinglar ko'rishinglar kerak. Aytib o'tirganimni nimasi qiziq? Aynan shu joyda bir narsani aytib ketaman. Mexamaru aslida oddiygina robot emas, u rostdan ham haqiqiy inson. U hozir juda ham yomon ahvolda. Yaxshi tomoni u uzoqdan turib robotlarni boshqara oladi. Balki u sog'ayib zo'r bo'lib ketganda juda ham kuchli bo'lishi mumkinmidi? Kung Fu Panda yo'q, oddiy panda hozir gorillaga aylandi. Panda ko'rinishidagi gorilla. Endi uni ismi Gari Panda o'xshamadi, Garinda. Oddiygina pandada bitta yurak bo'ladi, lekin Garindada 3 ta yurak. Garinda ham ko'tarilib ketdi. Hozirda Mexamaruni ahvoli yomonlashib ketdi va endi bu sababli Garinda tezroq uni o'ldirib tashlash kerak. Bu jangda Mexamaru afsuski yutqizdi. Lekin unda bitta orzu bor edi, ya'ni sog'ayib ketganda tashqariga chiqib o'zini, yaqinlarini, do'stlarini ko'rish edi. Mayli, balki Mexamaru ham bir kun o'z orzusiga yetishar yoki yo'q. Bu paytda bo'lsa Miva bilan Maki jang qilayotgan edi. Makida ancha ustunlik bor, sababi u jismonan ancha kuchli. Bu jangda albatta Miva yutqizdi va bu yoqda Mei ismli jodugar qobiliyat sababli hamma janglarni qarg'aladan ko'rib turishgan edi. Agar esinglarda bo'lsa, jodugarlar la'natlarni haydab chiqarish kerak edi. Agar bunda Gojoni komandasi la'nat haydaydigan bo'lsa, u narsa qizil rangga kiradi. Ammo agar Utahimeni komandasi la'nat haydaydigan bo'lsa, unda bu narsa ko'k rang bo'ladi. Hozirda Gojoni komandasida bitta bal bor, sababi buni panda yo'q qildi. Hozirda Nobara Nishimiya bilan jangga davom ettirayotgan edi.
Nishimiya omadi kelib, Mai unga uzoqdan yordam berardi. Lekin hech qancha vaqt o'tmasdan uning yoniga Maki keldi. Endi opa-singillar bir-biri bilan jang qilishadi. Ko'ramiz kim yutarkan. Mai bor kuchi va o'zini texnikasi bilan kuniga bitta dona o'q yasay olardi va o'sha o'qni hozir Makiga qaratib otdi. Maki kelgan o'qqa shundoqqina qo'li bilan ushlab qoldi. Balki uni ovozi xuddi menikidek bo'lgani uchundir. Ovoz haqida gap ketgan ekan, o'zi siz qanaqa ozishga anime boshlasam ekan deb o'ylab qolasizlar. Shundoq ekan, kechiktirmasdan sifatli animelarni ko'rishni boshlaylar. Balki bu siz ham kimdirlar olmoqchi-ku axir. Va oxir bu la'nat Yujini o'ldirish kerak. Rejaga 5, qoshga 6, lekin sochga 0. Soch o'stirgandan keyin maktab o'stirsada. Uzr, boshqa rasm qo'yilib ketdi. Mana sizlarga sochi 1. Inuma la'nat o'ldirardi. Hanami bu joyga yolg'iz kelmagani aniq. Albatta uni yetarlicha ko'p sheriklari bor. To'g'ri, Noritoshi bu Kama oilasini vorisi, sababi u oilada boshqa voris bo'ladigan nomzod yo'q edi. Shu sababli u kelajak Bu jang juda ham qizib ketayotgan paytda sirazi Hanami va Toge kelib qoldi. Hali hech qanday o'yin tugamasdan bitta g'alati qanaqadir odam bu joyga parda qo'ydi va bunga bitta narsani kirolmaydigan qilib qo'ydi. Yoki kimdir. U paytda bo'lsa boshqa joyda 3 ta o'quvchiga qarshi maxsus daraja turgan edi. Bu odamlar sababi u ekologiyani yaxshilamoqchi va uni fikricha odamlar ekologiyaga juda yomon ta'sir qiladi. Agar keyingi qismlarda Satoru Gojo bu joyga yana kira oladigan bo'lsa, hammasini mana aynan shu joyda bizani video o'z